Aziza Ortiqova, Kelajak ko'prigi loyihasi asoschisi, meni eng muvaffaqiyatli shogirdlarimdan biri. Hozirgi kunda Amerikada yashab, Amerikada faoliyat yuritib, farzandlarida nuqsonlari bor oilalarga juda ham katta yordam berib kelyaptilar. Aziza, sizni har doim kuzataman, juda ham faxrlanaman sizdan, juda ham xursand bo'laman. Hozir sizdan so'ramoqchiman. Mani professional kursimda olgan bilimlaringizni qaysilarini ishlatyapsiz, qaysi yo'nalishda ishlatyapsiz? Qanaqa sizga foyda beryapti, nima manfaat beryapti? Shular haqida gapirib bering. Birinchi o'zim uchun o'qidim. O'zimda natija bo'lgandan keyin menga ko'proq qiziqishim oshib, bu narsani usvoi qilish boshladim, o'z ustimda ishlash boshladim. Maqsad boshqa meni oldimga kelayotgan ota-onalarga yordam berish bo'ldi. Ko'pincha ularning muammosi shu diagnozni qabul qilmaslik muammosi bilan yoki Amerikada ajrashgan ayollar ham yordam so'rab chiqishadi. Ular bilan ham psixologik o'rinda konsultatsiyalar olib boryapman hozir. Demak, siz hozir menda o'rgangan texnikalarni o'qishingizdan maqsad nafaqat bolalarga yordam berish, balkim ularning ota-onasiga ham yordam berish, to'g'rimi? Nima uchun ota-onasiga yordam kerak, Aziza? Nimaga bunaqa bolalarning ota-onasiga ham yordam kerak deb hisobladingiz? Ko'p keysda kelganda ona o'zi ich-ichidan o'sha diagnozni hali qabul qilmagan bo'ladi farzandini, o'zini ichida kompleks bo'ladi, что uyaladi atrofdagilardan, aytgisi kelmaydi, aybdorlik hissi kuchli, o'sha narsani ochib bergisi kelmaydi, признаваться qilgisi kelmaydi, просто o'sha situatsiyani ignorit qiladi. Lekin vaqt o'tgandan keyin, farzand katta bo'lib borgandan keyin simptomlari kuchayishni boshlaydi. Atrofidagi odamlar, mana qarindosh urug'i o'zi замечать qilmayotgan narsani atrofdagilardan как tanqidmi, mana shu ajratishni boshlashadi. Что sani bolangda diagnozi bor, sani bolang autizm. Keyin ular bizga kelishadi, farzandimda mana shu muammo bor. Shunaqa onalar ko'pki keladi. Уже gaplashsangiz muammosi o'zida. Qarindoshlarimdan uyalyapman, qarindoshlarim bolamni kasal deyapti. Bolam gapirmaydi, lekin bolamda autizm emas degan o'zi ichidan ishonchi bo'ladi. Mana shunaqa miyasida shunaqa narsa qilib olishadi. Lekin действительно autizm bo'ladi. Просто o'zi hali принять qilmagan bo'ladi. Ich-ichidan qo'rqadi shu narsadan. Shu problemani решать qilishi o'rniga просто problemadan qochib tashlab qo'yadi. bo'ladi-da. Shunchaki bu muammo yana ham kattalashganda sizga kelishadi.